Judolik. Oxirati kuyganlar. Muallif Nurhayot. Iroda Dilmurodga singlisi aytganday, sevganidan emas, singlisining nomusini, jonini o'ylab tegdi. Dilmurodning ukasi Zilola bilan til biriktirib, agar akamga uylanmasang, nomusi toptalgan singlingga men ham uylanmayman. Sharmanda bo'lasizlar deb shart qo'yishgan. Shunda ham Iroda rozi bo'lmaganda. Lekin singlisining o'zini osish sahnasiga ishonib, siz kelmaganingizdan chorasizlikdan turmushga chiqqanda. Hozir esa Irodaning onasi uni uydan haydagan. Singlisi bilan aloqasi yo'q. Shaharda yolg'izlanib qolib, Alisherning taklifiga rozi bo'lgan. Lekin uni sevmaydi. Nahotki Irodani yana bir jarga qulashiga jim qarab tursangiz. Birinchi marta imkoningiz yo'q ekan. Lekin hozir qo'lingizdan keladi-ku. Malikaning aytganlaridan keyin Siroj Irodaga juda achindi. Unga umid berib tashlab ketganidan, vaqtida u bilan bog'lana olmaganidan, Rossiyadan qaytib kelgach ham o'zi bilan gaplashib olmaganidan qattiq afsuslandi. Malika Irodaning raqamini qog'ozga yozib, Sirojning ish stoli ustiga qo'ydi va sekin chiqib ketdi. Sirojning fikri yana o'zgardi. U Iroda bilan ochiqchasiga gaplashib olishi kerak edi. Shu sabab yana uning yoniga borishiga qaror qildi. Telefonini olib Irodaga xabar yozdi. Vaqting borida qo'ng'iroq qil. Gaplashib olishimiz kerak. Iroda ko'chada sayr qilib yurganida Alisherdan xabar keldi. Iroda, bugun kechda vaqtingiz bormi? Sizga surprizim bor. Iroda xursand bo'lib ketdi. Chunki u kecha Alisherni xafa qilib qo'yganidan juda xijolat chekayotgandi va undan uzr so'rashga qaror qilgandi. Endi Alisherga javob yozayotgan edi hamki, begona raqamdan xabar keldi. Vaqting borida qo'ng'iroq qil. Gaplashib olishimiz kerak. Iroda bu kimligini bildi. Yana kayfiyati tushib ketdi. U arosatda qolganda. Alisher bilan ketsa, yana Siroj uyiga kelishidan qo'rqar. Siroji bilan yashirincha ko'rishga ham vijdoni qiynalardi. Ham kelajagi yana barbod bo'lib ketishini o'ylardi. Nima qilay? Nima? Irodaning boshi qotdi. Siroj aka bilan oxirgi marta gaplashib olmasam hammasini barbod qiladi. Yaxshisi, bugun u bilan ko'rishaman. Alisherga ertaga ko'rishaylik deyman. Yo'q demaydi. Iroda shunday qildi. Alisherga bugun chidam olmoqchiligini aytib, Siroj bilan uchrashuv joyina kelishdi. Malika Sirojning ishxonasiga yaqin joydan uning chiqishini kutib kuzatib turardi. Siroj mashinaga chiqishi bilan orqasidan haydadi. Malika kutganidek ular eski uchrashuv joylari, anhor bo'yida ko'rishmoqchi edilar. Siroj chinor tagida o'rindiqda Irodani kutib turardi. Iroda ko'rinishi bilan Malika paytni qo'ldan boy bermaslik uchun Alisherga qo'ng'iroq qildi. Allo, assalomu alaykum Alisher aka. Va alaykum assalom. Men Malikaman. Malika, menda qanday ishingiz bor edi? Alisher sovuq muomala qildi. Bilaman, mendan xafasiz. Lekin aslida men sizni o'ylab bu ishlarni qilgan edim. Maqsadga o'ting, Malika. Maqsad? Alisherning qo'rs muomalasidan Malikaning oriyati keldi. Maqsad, ko'z oldimda bo'lajak xotiningiz sobiq sevgilisi bilan don cho'qishib o'tiribdi. Bilaman, menga ishonmaysiz. Kelib o'zingiz tomosha qiling. Telegramdan rasmlar va lokatsiya tashlab qo'ydim. Kimga ishonganingizni ko'rib qo'ying. Malika telefonni o'chirdi. Iroda bilan bir paytlar dugona bo'lganini eslab, bir ozgina vijdoni qiynaldi. Ammo qalbidagi o'ch olish maqsadini amalga oshirganidan hech ham afsuslanmadi. Do'stga xiyonat qilish shunaqa bo'ladi, Iroda. Keldingmi, Iroda? Bugun Sirojning nigohi xuddi avvalgidek muhabbatli edi. Iroda buni ko'rib g'alati bo'lib ketdi. Siroj aka, men siz bilan jiddiy gaplashib olgani keldim. Men ham seni shu maqsadda chaqirdim. Iroda, meni diqqat bilan eshit. Men sening boshingdan o'tganlarni bildim. Seni yolg'iz qoldirganim uchun, vaqtida yetib kelmaganim va oxirigacha kurashmaganim uchun meni kechir. Bundan juda afsusdaman. Men seni hozir ham xuddi avvalgidek sevaman. Sevaman so'zini aytganda Sirojning tomog'iga nimadir tiqildi.
to'xtab qoldi. Irodaning yuragi tez-tez ura boshladi. Siroj aka, gapimni oxirigacha eshit. Seni avval qanday sevgan bo'lsam, hozir ham shunday sevaman. Otamning o'ligini olib kelish uchun Rossiyaga borganimda boshimdan nimalar o'tgani faqat Xudoga ayon. Menga ham oson bo'lmadi. Ayniqsa, otamning murdasini yo'qotib qo'yganimda. Sirojning ko'zlari yoshlandi. Iroda ham yig'lay boshladi. Senga buni tasvirlab bera olmayman, Iroda. Otamdan qanchalik nafratlanmay, o'z yurtida oxirgi manziliga kuzatish farzandlik, yigitlik burchim edi. Lekin men buni uddalay olmadim. Iroda Sirojga yaqin kelib uning yelkalariga qo'lini qo'ydi. Siz qo'lingizdan kelganini qilgansiz, Siroj aka. O'zingizni bunchalar ayblamang. Siroj ko'z yoshlarini artib davom etdi. O'zbekistonga kelib seni izlab bordim. Buni qaraki, to'ying kuni boribman. Sening kurakda turmaydigan gaplar bilan meni kamsitib, seni Dilmurod degan o'sha kimsa bilan yoshlikdan sevishib yurganingni aytdi. Dardim bilan seni oldinga ruhan panoh topgani borgandim. Bu dunyoda faqat senga ishongandim. Ammo bu gaplardan keyin sindim. Alamdan sen bilan uchrashmay shaharga ketdim. Eng katta xatoyim shu bo'ldi. Nima bo'lgan taqdirda ham sen bilan gaplashib olishim kerak edi. Yana shu xatoni qilmaslik uchun seni chaqirdim. To'g'risini ayt. Alisherni sevasanmi? Iroda dovdirab qoldi. Javob ber, Iroda. Keyinchalik afsuslanmaslik uchun faqat rostini ayt. Uzoqdan ularni Alisher kuzatib turardi. Qalbi har qancha Irodani oqlashga harakat qilmasin, aqli inkor etaverdi. U so'nggi bora Irodaga ishongisi keldi va unga qo'ng'iroq qildi. Iroda Alisherning qo'ng'iroq qilayotganini ko'rib xavotirlandi. Yolg'on gapirgisi kelmay ko'tarmadi. Alisher yana qildi. Iroda yana ko'tarmadi. Men ketishim kerak, Siroj aka. Men yangi hayot boshlash arafasidaman. Iltimos, meni endi tinch qo'ying. Savolimga javob bermading, Iroda. Alisherni sevasanmi? Rostini aytaman. Sevmayman. Lekin u bilan baxtli bo'lishimga ishonaman. Sevmayman so'zini eshitib Sirojning ko'ngli yorishdi. Irodaning qo'lidan tortib bag'riga bosdi. Alisher ortiq qarab tura olmadi. Tez-tez yurib mashinasi tomon ketdi. Iroda Sirojni o'zidan itardi. Siroj aka, endi haddingizdan oshdingiz. Iroda, kel hammasini boshqatdan boshlaymiz. Men seni o'zim baxtli qilaman. Axir meni sevasan-ku. Siroj bolalarcha beg'uborlik bilan gapirar. Buni ko'rgan Irodaning fig'oni falakka chiqib, o'zini qo'yishga joy topolmasdi. Siroj aka, yosh bola bo'lmang. Yaqinda mening to'yim deyapman sizga. Buning Sirojga endi ahamiyati yo'q edi. U sevgi kuchi g'olib bo'lishiga ishonardi. Irodam, kel, yana bir bor bag'rimga bosay. Siroj Irodaga qarab qulochini keng yoydi. Iroda jiddiylashdi. Siz aniq jinni bo'lib qolibsiz. Siroj Irodaning bu qadar jahli chiqqanini ko'rib, zavq bilan kuldi. Iroda sumkasini olib yugurib ketdi. Siroj ortidan bordi. Qayerga shoshyapsan? To'xta, olib borib qo'yaman. Kerak emas. O'zim yetib olaman. Iroda, bo'ldi endi. Meni to'g'ri tushun. Shuncha paytdan buyon qalbimni tirnab yurgan og'riqdan qutuldim. Hamma haqiqatni bilib, pushdek yengil bo'ldim. Ayniqsa, meni hali ham sevishingni eshitib, o'zimda yo'q xursandman. Men qachon shunaqa dedim? Sizni sevmayman dechi? Iroda mashina to'xtatishga harakat qilar. Siroj shofyorga ketmaymiz ishorasini qilib o'tkazib yuborardi. Irodaning jahli chiqdi. Siroj aka, jinnilikni bas qiling. Sevaman desang, qo'yib yuboraman. Aytmayman. Unda shu yerda turaveramiz. Siroj aka, mashinangiz bormi? Ha. To'satdan berilgan bu savoldan hayron qoldi. Qayerda? Sal nariroqda. Boring, olib keling. Nega? Olib borib qo'yaman dedingiz-ku. Ha, ayyor. Hozir mashinani olib kelishga ketsam, meni kutmay ketib qolmoqchimisan? Kutaman. Seni kutamaningga ishonchi yo'q. Bu gal aniq kutaman. Iroda kulib yubordi. Aniqmi? Aniq. Siroj orqasiga qaray-qaray mashinasini olib kelishga ketdi.
Irodani bir nazar ko'zdan qochirganda, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yaramas qiz yana aldab ketvordi. Siroji mashinasini tez haydab Irodani uyi oldida kutib turardi. Alisher ham shu yerda edi. Iroda taksidan tushib endi uyga kirmoqchi edi, yo'lini Siroj to'sdi. "Ha, yolg'onchi qiz, yaxshimisiz?" Iroda xavotir aralash kulib qo'ydi. "Siroj aka, keting. Kimdir ko'rib qolmasin." Siroj jiddiylashib ma'yus kulib qo'ydi. "Yana kutmading-ya, Iroda?" Iroda Sirojning jiddiylashganini ko'rib, yuragi allaqanday achinish hissini tuydi. "Siroj aka, bu oxirgi ko'rishimiz bo'lishi mumkin. Armon bo'lib qolmasin. Bir gap aytay." "Ayt." Sirojning qalbi entikdi. Iroda uzoq jim qoldi. "Men har doim sizni sevganman." Iroda bu gapni zo'rg'a aytdi. "Endi keting. Baxtli bo'ling." "Sensiz qanday baxtli bo'laman, Iroda? Meni chindan sevsangiz, endi bezovta qilmang." Iroda uyga kirib ketdi. Alisher uzoqdan hammasini kuzatib turardi. Qalbi alamga to'ldi. Ishongani o'zini oqlamadi. Onasi haq bo'lib chiqdi. Endi yaqinlari oldida kim degan odam bo'ldi. Shu kabi savollar Alisherga tinchlik bermasdi. Ertasi kuni Alisher Iroda bilan uchrashuvga Sirojni ham taklif qildi. Iroda uchrashuv xonasiga kirganida Sirojni ko'rib eshik oldida qotib qoldi. "Kiring, Iroda." Alisher uni stulga taklif qildi. Iroda sirlar oldida taslim bo'ldi. Kelib stulga o'tirdi. Alisherga hammasini Siroj aytgan deb o'yladi. "Meni tinch qo'ying degandim-ku, Siroj aka." "Iroda." Siroj endi gap boshlamoqchi edi, Alisher davom ettirdi. "Iroda, Sirojni men chaqirdim. Hozir aytadigan gaplarim qo'pollikdek tuyulishi mumkin. Oldindan uzr so'rayman. Ammo hozirgi ruhiy ahvolim bundan ortiq muloyimlikka kuchi yetmaydi. Ochig'i, ortiq sichqon mushuk o'ynash niyatim yo'q. Kecha uchrashganlaringizdan xabarim bor. Hatto o'z ko'zim bilan ko'rdim." Iroda Alisherga hadik bilan qaradi. "Alisher, men hammasini tushuntirishingizga hojat yo'q. Mana, Siroj ham shu yerdalar. Hozir beradigan savolimga o'ylab javob bering. Bu nafaqat sizning, bizning ham taqdirimizga daxldor." Iroda Sirojga qaradi. U ma'yus o'tirardi. "Iroda, kimni sevasiz deb savol bermayman. Bu kundek ravshan. Ammo sizning tanlovingizni hurmat qilgan holda savol beraman. Bundan keyingi hayotingizni kim bilan bog'lamoqchisiz? Javob berishdan oldin bilib qo'ying. Hozir bittamiz siz uchun o'lganlar qatoriga kiramiz. Nafaqat u bilan ko'rishish, u haqida o'ylashga ham haqqingiz bo'lmaydi." Iroda jim bo'lib qoldi. Bir Sirojga, bir Alisherga qaradi. Alisher har doimgidek mag'rur o'tirar. Siroj esa Alisherning oldida o'zini pastroq darajada deb bilganidanmi, yo Irodaning hozirgi tanlovi Alisher bo'lishidan cho'chibmi, ma'yus edi. Goh qiyinchilik kunlaridagi Alisherning yordamini, onasini ishontirish uchun qilgan harakatlarini o'ylab aqliga quloq solgisi kelar. Goh kecha Sirojning "Bu dunyoda faqat senga ishongandim" degan gapi quloqlari ostida jaranglab uni chalg'itardi. "Iroda, o'ylab oldingizmi?" Men siz kelguningizcha Siroj bilan gaplashib olganmiz. Tanlovingizga hech qanday e'tiroz bildirmaymiz. Tanlagan odamingiz yoningizda qoladi. Tanlanmaganimiz bir umr hayotingizdan chiqib ketamiz. Qaytib hech qachon yo'lingizdan chiqmaymiz." Alisher bu gaplarni Sirojga qarata chuqur talaffuz bilan aytdi. Bu xuddi "Hozir Iroda meni tanlaydi, shu bilan qorayni ham ko'rsatmaysan" degandek eshitildi. Iroda Alisherning vajohatidan qo'rqib ketdi. Sirojga esa achinish hissi bilan qaradi. Nima bo'lganda ham Siroj ham Iroda kabi qiyinchilikda o'sgan. Bunday odamlar uchun o'zidan yuqoriroq tabaqa tomonidan xo'rlanish qanchalik og'ir botishini bilardi. Iroda ortiq chidab tura olmadi. Bir qarorga keldim, Alisher. Iroda bir yutinib oldi. "Alisher, og'ir kunlarimda menga yordam berdingiz. Rozi bo'ling. Men sevgini tanladim." Alisherning ko'zlaridan o't chiqib ketdi. So'nggi kuchini to'pladi.
Baxtli bo'ling. Alisher va'dasida turdi. Hech bir e'tiroz bildirmadi. Faqatgina eshikka yetganda yerdan Irodaga qaradi. Nigohlar to'qnashganda Alisherning qip-qizil ko'zlarida aylanayotgan yoshni ko'rib, Irodaning o'pkasi to'ldi. O'zini yomon ko'rib ketdi. Unga shu tanlovni bergan hayotidan xafa bo'ldi. Alisher ketdi. Xonada uzoq vaqt sukunat hukmron bo'ldi. Irodaning ko'zlaridan yosh tinmasdi. Siroj ham atay yig'lab olishiga imkon berdi. O'zingga keldingmi, Iroda? Iroda ha degandek bosh qimirlatdi. Ketdik unda. Hozir borib narsalaringni yig'ishtiramiz. Seni o'zim boshqa uyga ko'chiraman. Iroda hech qanday javob bermadi. Indamay Sirojga ergashdi. Alisherning uyidan hamma narsalarni olib ketdi. U yerda faqat bir savat qurib qolgan gul qolib ketgandi xolos. Siroj Rossiyadan kelib ustozi bilan sherikchilik asosida qurilish firmasi ochgandi. Ishlari ancha yaxshi. Hatto o'zining 4 xonali shinam uyiga ham ega edi. Dastlab firmasi faqat remont ishlari bilan shug'ullanib, endi esa ko'p qavatli uy qurishni ham boshlab yuborgandi. Siroj avvallari alam bilan ishlagan bo'lsa, endi mehr bilan yondashadigan bo'ldi. Bu hatto atrofdagilarga ham sezildi. Shu kunlarda juda xursandsan, og'zing qulog'ingda. To'y yaqinmi deyman? Ustozi Sirojga hazil qildi. Yaqin, xudo xohlasa. Siroj ichiga sig'may javob berdi. Iye, yangilik-ku. Qachon qiz topishga ulgurding? Boshingni ko'tarmay ishlayotganding. Yoki haligi kun kelgan qiz kelin bo'lamidi? Ustozi Malikani nazarda tutdi. Yo'q, u emas. Taniysiz. U haqida sizga aytib bergandim. Iroda. Iroda? Axir u turmushga chiqibdi demaganmiding? Hayoti o'xshamabdi. Siroj ortiq izoh bera olmadi. Ustozining rangi o'zgarib biroz jim qoldi. Baxtingni topganing chin bo'lsin, o'g'lim. Baxtli bo'linglar. Rahmat ustoz. Katta to'y qilish niyatimiz yo'q. Lekin kichkina to'y qilsak ham albatta mehmonimiz bo'lasiz. Xudo xohlasa. Iroda bir necha kun qiynaldi. Ammo Siroj yonida ekanligi uchun bu ko'pga cho'zilmadi. U Alisherni tez unutdi. Goh-gohida esiga kelar, ammo qilgan qaroridan mamnun edi. Siroj bilan Iroda to'y qilishmadi. Faqat guvohnoma uchun ariza berishdi va diniy nikoh o'qitishdi. Ikki sevishgan qalb juda baxtiyor edi. Birga yashashni boshlashganning ertasiga Irodaga notanish raqamdan telefon bo'ldi. Allo. Allo, opa. Opa so'zini eshitgan zahoti Iroda telefonni o'chirib qo'ydi. Zilola qayta-qayta qo'ng'iroq qildi. Iroda ko'tarmagach xabar jo'natdi. Opa, onamning ahvollari og'ir. Iroda buni yana bir bor aldov deb o'yladi. Jahl bilan singlisining raqamiga qayta qo'ng'iroq qildi. Zilola, meni tinch qo'y. Endi avvalgi sodda Iroda emasman. Endi rahmimni keltirib, mendan foydalanishni xayolingga ham keltirma. Opa, meni eshiting. Iroda yana o'chirib qo'ydi. Zilola xabar yubordi. Telegramga kiring. Iroda xohlamay telegramga kirdi. Ziloladan rasm kelgan. Ochgisi kelmadi. Lekin qanday rasm ekanligiga qiziqdi. O'ylay rasmni ochdi. Ochdi-yu, baqirib yubordi.